Ha, yangi uylanganlar tartibga solish jamiyati yetib keldi. Hayotim qo'lga olinsin. Sanga jo'ralari bilan yig'ilmaslik va atalab klubdan chiqib ketish statkasi qo'yilgan. Xabaring bormi? Men advokatim kelmasa gapirmayman. Nima qilmaysan? Chelak ko'tarib yuribsan, uyalmaysanmi, ey? Yordam bermoqchi edim. San bodring kalla qasddan sinfdoshlar, gruppadoshlar, kontrsastav Telegram gruppalariga kirmagansan. Kiraman-ku. Tekshir. Oxirgi marta to'y kuni kirgan, 76 kun bo'libdi. San darmayt, shafqatsizlarcha choyxonaga bormagansan. Topdimmi? Men ko'p boraman, faolman. Faolmisan san? Men bularni kurugi boradigan choyxonada 6 yildan beri ishlayman. Bu choydan bir bu sutta qo'zini ko'rganim yo'q. Ko'rsam ko'rdim deyman-da. Guvohman. Siz nima deyapsiz? Boramay qoldim-da bir safar. Sardor sinfdoshing san to'yingga kelgan, kuchukdek xizmat qilgan, to'yini ham bergan, lekin sen to'yiga bormagansan, qaytarmagansan. Hayotim biz o'sha kun qayergadir ketuvdik, ha? Ha, biz o'sha kun qayergadir boruvdik. Singlim yolg'on guvohlik ham statya bor. Shunga qila qoling. Pulim yo'q-da. Puling yo'q edimi sani? Mana o'tgan oy 15 million pul rasol qilgan, lekin hammasi jinski magazin. Mahalladagi hamma kameralarni tekshirdik, uylangandan beri ko'chaga chiqmagansan. Yolg'on, men har doim ko'chaga emas, uyga umuman kirmayman. Ekspertiza. Oxirgi Manot opa 3 oy oldin ushlangan bu dastak. Bu uygami? Men buni Rossiyaga ketgan deb o'ylayman. Nima bahona qilasan yana? Jinoyat jazosi qolish kerak emas. Olib ketinglar buni. Hayotim sizga bir kun qo'lga tushasiz degandim-ku. Men baribir qochib kelaman. Bizdan hali hech kim qochib qutulmagan kim?